Nasos stansiyasini quyosh panellari bilan ishlatish mumkinmi? Albatta. Buning uchun to'g'ri invertor tanlash kerak. Oddiy invertor foydali, lekin faqat tarmoq yoki akkumulyator bilan ishlaydi. Nasos tezligini boshqara olmaydi. Chastotnik VFD, chastotli invertorda ham aytiladi. Bu nasos tezligini boshqaradi, lekin elektr tarmog'iga yoki generatorga bog'liq bo'ladi. Chastotli invertor, aynan Solar VFD eng yaxshi tanlov hisoblanadi. Quyosh paneldan kelgan energiyani to'g'ridan-to'g'ri nasosga uzatadi, tezlikni avtomatik boshqaradi, energiyani tejaydi. Panellar quvvati nasos quvvatidan kamida 1,5 barobar katta bo'lgani ma'qul. Chastotli invertor quvvati nasos quvvatidan kamida 1,2, 1,3 barobar katta bo'lishi kerak. Masalan, 10 kilovatlik nasos uchun 15 kilovatlik panellar va kamida 12-13 kilovatlik chastotli invertor tanlash tavsiya etiladi. Hududga, nasos holatiga va iste'mol vaqtiga qarab kattaroqni tanlash ham mumkin. Biz umumiy ma'lumot berdik. Hozirda fermer akalarimiz yoki bo'lmasa nasos stansiyalari bilan asinxron dvigatellar bilan shug'ullanadiganlarda quyosh paneldan energiya olib, o'sha nasoslarni ishlatish masalasi turibdi. Bu yerda oddiy invertor emas, aynan chastotliklarda, ya'ni chastotli invertorlardan foydalaniladi. Xo'sh, bizda ham mana chastotligimiz bor, 3 fazalik 5,5 kilovatlik va bu yerda asinxron dvigatelimiz bor. O'sha nasos stansiyalarida foydalanishingiz mumkin, boshqa joylarda ham. Xo'p, bitta soddagina ulanishni, qayerga nimani ulash kerak, nima qilish kerakligini ko'rib olamiz. Mana chastotli invertorning ichki tuzilishi qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda plus va minus bor. Bu yerga quyosh paneli ulanadi. Hop, bu yerda RST demak fazalar ulanadi, ya'ni tarmoqdan kelgan tok ishlaydi va bu yerda U va W bor. Bunga biz dvigatelni ulaymiz. Xo'sh, mana dvigatelning o'zida ham qaraydigan bo'lsangiz, mana U va W bor. Mana shu uchalasini bu yoqqa ulashimiz kerak bo'ladi. Endi bu yerda bular tutashtirilgan, ya'ni bu yulduzcha ulash. Agar uchburchak ulash bo'ladigan bo'lsa, bu tutashtirilmagan alohida bo'lardi. Xo'p, endi chastotlikning o'ziga keladigan bo'lsak, bu Solar VFD deyiladi, ya'ni tarmoq toki bo'lmagan taqdirda ham quyosh paneldan energiyani olib, bemalol dvigatelni ishlatib bera oladi va bu yerda zazemleniyani ulash kerak albatta. Keyin boshqarish uchun bu tomonda mana avtomatik upravlение qilish mumkin. O'zini kitobchasi bo'ladi. O'sha o'zini kitobchasida bunda qanday nastroyka qilish kerakligi yozilgan bo'ladi. Yoki bo'lmasa, bu yerda mana mexanik har bittasiga o'zini knopkalarini ulagan holatda mexanik boshqaruv variantini ham qilish mumkin. Chastotlikni sozlash bo'yicha o'zini kitobchasidan foydalanish mumkin va YouTube'da ham bir qator videolar bor. Buni harakat qilamiz keyingi videolarda bularni ko'rsatishga. Nasos stansiyalarida qanday turdagi kabellardan foydalaniladi? Nasos stansiyasida noto'g'ri kabel ishlatilsa, nasos ishdan chiqadi yoki kuchlanish tushib ketadi. Keling, qaysi kabel qayerlarda ishlatilishini qisqacha ko'rib chiqamiz. Masalan, SIP4 kabel havo orqali tortiladi, o'zini ushlab turadi. Alyuminiydan yasalgan, o'zagi arzon, ultrabinafsha nurlanishga bardoshli. Fermer xo'jaliklarida 100-300 metr oralig'ida ideal yechim. VVG yoki VVG-NG-LS misli kabellar kam yo'qotishli, ishonchli uzatma 50-100 metrgacha bo'lgan masofalarda yopiq trassalarda tavsiya etiladi. KG kabel moslash uchun yumshoq, izolyatsiyali, ko'chma yoki vaqtinchalik nasoslar uchun ishlab chiqarishda yoki dalada tez ulashda foydalaniladi. AVBBSHV bronli kabel po'lat bilan himoyalangan, yer osti, texnik o'tadigan joylarda yoki beton ostida ishlatiladi. Kabel tanlash bu texnika xavfsizligi, ishonchlilik va samaradorlik degani. Nasosga emas, kabelga ham e'tibor bering. Sizning nasosingizga qanday kabellar foydalanilgan? Albatta yozib keting. Suv nasos uchun qanday stabilizator tanlanadi? Aytaylik, sizda 202 kilovatlik nasos bor. Bu ishga tushganda 6-7 kV start toki tortadi. Shuning uchun kamida stabilizatorga 30-40% gacha zaxira bilan tanlash kerak bo'ladi. Ko'p hududlarda kuchlanish 140 voltgacha tushadi, 250 voltgacha ko'tariladi yoki undan ham. Shuning uchun tanlayotgan stabilizatoringiz keng diapazonda bo'lishi shart. Masalan, 95 ga 275 volt diapazonda ishlagani ma'qulroq. Bu holatda qanday stabilizator tanlash kerak? Agar nasos transformatordan 100-200 metr uzoqda bo'lsa, kabelda 10-15% gacha kuchlanish yo'qotiladi. Masalan, 160 volt tarmoqda nasosga faqat 140 volt yetib kelishi mumkin. Demak, to'g'ri stabilizator tanlash uchun nasos quvvatini, start tokini, nasos turini, tarmoq kuchlanishi, kabel masofasini inobatga oling. Nazariy jihatdan olib qaraganda 202 kilovatlik nasos uchun 5 kVlik stabilizator yetadi. 95 ga 275 taligi laterli yoki tristorligi. Lekin sizda agar kuchlanish juda ham pastga tushadigan bo'lsa, 120, 130, 140 bo'ladigan bo'lsa va sizda masofa 100 metrdan 500 metrgacha boradigan bo'lsa, u holatda 5 talik stabilizator yetmaydi. Bu holatda siz 10 kVlik laterli stabilizator olganingiz ma'qul. Stabilizator bu nasosingiz emas, ekinlaringizni himoya qiladi. To'g'ri tanlang, xotirjam ishlang.